Bugun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev shuningdek yirik sanoat korxonalarini yashil energiya bilan ta'minlash chora-tadbirlariga oid taqdimot bilan tanishdi. Jahonda ekologik muammolar tobora kuchayib borayotgan hozirgi sharoitda sanoat sohasining qayta tiklanadigan, ya'ni yashil energiyaga o'tishi nafaqat zamonaviy trend, balki strategik zaruratga aylanmoqda. Iqlim o'zgarishlari, an'anaviy yonilg'i resurslarining qimmatlashuvi va ekologik talablarning kuchayishi, bularning barchasi ishonchli va samarali energiya ta'minotiga bo'lgan talabni oshirmoqda. Bu ayniqsa yirik sanoat korxonalari uchun muhim bo'lib, ularning raqobatbardoshligini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi. O'zbekiston yashil energetika manbalari, quyosh, shamol va boshqa qayta tiklanadigan manbalardan foydalanish uchun juda katta imkoniyatga ega. Bu esa investorlarning yurtimizga bo'lgan qiziqishini oshiryapti. Yana bir jihatdan aytganda, yashil energetikaning rivojlanishi iqtisodiyot uchun yangi ish o'rinlari, zamonaviy texnologiyalar va chet el investitsiyalarini jalb qilish demakdir. Bu jarayon nafaqat energetika, balki yashil mashinasozlik, injiniring va raqamli nazorat tizimlarini ham rivojlantirishga turtki bo'ladi. Hozirgi kunda ESG mezonlari xalqaro bozordagi ishtirokchilar uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lib bormoqda. Korxonalarning ekologik mas'uliyati ularning biznes obro'si va investorlar uchun jozibadorligiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qilyapti. Shu sababli O'zbekistonda ham sanoatni toza energiyaga o'tkazish siyosati nafaqat ekologik, balki iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash uchun muhim. Bu ishlab chiqarish samaradorligini ta'minlash bilan bir qatorda kelajak avlod uchun sof muhit qoldirishga qaratilgan mas'uliyatli yondashuvdir. Ma'lumki, mamlakatimiz qayta tiklanuvchi energiya manbalarini ko'paytirish borasida xorijiy hamkorlar bilan birgalikda yirik loyihalarni hayotga tatbiq etmoqda. İlk bor 100% to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hisobidan Karmana va Nurobod tumanlarida ikkita quyosh stansiyasi ishga tushirildi. Birlashgan Arab Amirliklarining Masdar kompaniyasi tomonidan esa Jizzax, Samarqand va Surxondaryo viloyatlarida 3 ta quyosh elektr stansiyasi, Tomdi tumanida zamonaviy shamol stansiyasi ishga tushirildi. Bu ishlar tizimli davom etmoqda. Jahonda ishlab chiqarish zanjiri va logistika bilan bog'liq muammolar qanchalik murakkab ekaniga qaramasdan, bu borada Goldwind, Sungrow, Jollywood, Longi kabi kompaniyalar bilan samarali ish olib borildi. Yashil energetika rivojiga berilayotgan katta rag'bat va e'tibor zamirida avvalo sanoat hajmini 2 karra oshirish, metallurgiya, neft, kimyo va mashinasozlik kabi sohalarni sifat jihatdan mutlaqo yangi darajaga ko'tarish maqsadi mujassam. Dunyodagi hozirgi notinch va murakkab geosiyosiy vaziyat jahon bozorida neft va tabiiy gaz narxlarining keskin oshishiga sabab bo'lyapti. Masalan, birgina iyun oyining o'zida Brent markali neftning bir barreli narxi $10 dan ko'proq oshdi. Ya'ni oyning boshida 62,48 dollar bo'lgan bo'lsa, bugungi kunga kelib $76 dan yuqoriroqqa ko'tarildi. Xuddi shunday tabiiy gazning bahosi ham oshib bormoqda. Agar shu oyning boshida har bir kub tabiiy gaz 3,4 dollardan sotilgan bo'lsa, bugunga kelib bu ko'rsatkich 3,7 dollarga yetdi. Yoki keyingi bir yilda jahon bozorida tabiiy gaz narxi 2 baravar oshganini kuzatish mumkin. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev bugun yirik sanoat korxonalarini yashil energiya bilan ta'minlash chora-tadbirlariga oid taqdimot bilan tanishdi. Mamlakatimiz iqtisodiyotini barqaror quvvat manbalari bilan ta'minlash maqsadida yashil energetika jadal rivojlantirilmoqda. Qisqa davrda bu sohaga qariyb 6 milliard dollar to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiya kirib keldi. Yillik elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmi avvalgi 59 milliarddan hozirda 82 milliard kilovatt-soatga yetdi. 2030-yilga borib yurtimiz aholisi 41 milliondan, iqtisodiyot hajmi 200 milliard dollardan oshishi kutilmoqda. Shu bilan birga jahondagi hozirgi notinch holat global energetik xavfsizlikka ham tahdid solyapti. Bu esa mamlakatimizda katta miqdorda qo'shimcha zaruratlar tug'diradi. Energetika sohasini, xususan yashil energetikani jadal rivojlantirishni taqozo etadi. Tabiiyki, bu elektr energiyasiga qo'shimcha talab tug'diradi. Shuning uchun qayta tiklanuvchi energiya manbalarini keng ishga solish choralari ko'rilmoqda. Taqdimotda bu yil amalga oshirilayotgan loyihalar va yaqin kelajakdagi rejalar haqida axborot berildi. Ulardan asosiy maqsad generatsiya, modernizatsiya va energiya samaradorlikdir. Xususan, yil yakunigacha 12 ta quyosh va 4 ta shamol elektr stansiyasi, 12 ta energiya saqlash tizimi ishga tushiriladi. Ulardagi jami investitsiya hajmi 5 milliard dollardan ziyod bo'lib, salkam 9 milliard kilovatt-soat quvvatga ega bo'ladi.
Shuningdek, bu yil umumiy qiymati 7 milliard 200 million dollarlik yana 11 ta loyiha qurilishi boshlanadi. Energiyani nafaqat ishlab chiqarish, balki tejash ham juda muhim. Davlatimiz rahbari tomonidan energiya isrofini kamaytirish, ayniqsa yirik sanoat korxonalarida tejamkor uskunalar o'rnatish vazifasi qo'yilgan. Yurtimizda jami elektr iste'molining 3dan 1 qismi 18 ta tarmoqqa to'g'ri keladi. Masalan, suv xo'jaligidagi nasoslarga yiliga 6,5 milliard kilovatt-soat elektr sarflanyapti. Shu bois 12 ta yirik nasosni modernizatsiya qilib, har biriga 75-100 megavatli quyosh stansiyasi hamda 50 megavatli saqlash qurilmasi o'rnatish vazifasi belgilandi. Natijada nasoslarning elektr sarfi yiliga 2 milliard kilovatt-soatga kamayib, 4,5 milliard kilovatt-soatga tushadi. Bu ishlar avvalo suv chiqarish tannarxi baland bo'lgan Qarshi magistral kanaldan boshlanadi. Neft-gaz korxonalarida ham 240 megavatli quyosh stansiyasi va 300 megavatli saqlash qurilmalari o'rnatib, kamida 600 million kilovatt-soat elektr olish imkoniyati bor. Umuman yig'ilishda elektr iste'moli yuqori 18 ta tarmoqni o'zini o'zi energiya bilan ta'minlaydigan tizimga o'tkazish chora-tadbirlari muhokama qilindi. Ijtimoiy muassasalarda quyosh energiyasidan foydalanish borasidagi ishlar haqida ham axborot berildi. Amalga oshirilayotgan tizimli chora-tadbirlardan asosiy maqsad davlat tashkilotlarida energiya tejamkorlikni ko'paytirish va yashil texnologiyalarga o'tishni rag'batlantirishdan iborat. Bugun hurmatli prezidentimiz energiya samaradorligi bo'yicha, elektr energiyani tejash bo'yicha qator topshiriqlar berdilar. Albatta mana shu suv xo'jaligi sohasida ham 6900 ga yaqin katta yirik nasos stansiyalari biz ekspluatatsiya qilamiz va mana shu nasos stansiyalarda yiliga 7 milliard kilovatt-soatga yaqin elektr energiya sarflaymiz. O'zimizga energiyani tejash bo'yicha qator chora-tadbirlar ishlab chiqqanmiz. Bu uchun biz eski nasos, elektrodvigatellarni yangilayapmiz. Biz mana shu chastotani o'zgartiruvchi moslamalar, kondensatorlar quryapmiz va o'zimizning ehtiyoj uchun bo'ladigan joylarda qator quyosh panellari qo'yapmiz. Xorazm tajribasi, ya'ni kichik nasos agregatlarini elektr liniyadan uzib, o'zi mana shu quyosh panellari bilan elektr energiya ishlab chiqyapti. Va umuman ham o'zining ehtiyojini ham qoplayapti. Bitta fermerning o'zi bir yilda 50 million so'mdan ortiqroq foyda bilan chiqyapti. Avval uni butun qilgan foydasi mana shu nasosni elektr energiyasini xarajat qilishga ketadi. Shuning uchun chora-tadbirlar tuzganmiz. Uni grafik asosida biz quyosh panellari bilan yangi kichik nasoslarni o'rnatib amalga oshiryapmiz. Shuningdek, yer ostidan suv oladigan quduqlarimiz juda ko'p miqdorda 8000 ga yaqin nasoslarimiz bor. Ularni ham mana shu quyosh energiyasi orqali elektr energiya bilan ta'minlab, jiddiy, demak, elektr energiya iqtisodiga erishyapmiz. Shu yilning o'zida davlat rahbari topshiriqlariga asosan biz 340 million kilovatt elektr energiyani tejashga erishamiz. Biz mana 2017-yilda bir yilda 8 milliard 300 million kilovatt-soat elektr energiya sarflaganmiz. 24-yil natijasi bilan biz 6,5 milliard, ya'ni mana shu davrda biz 1 milliard 800 million kilovatt elektr energiya iqtisod qilishga erishdik. Albatta mana shu yaratib berilgan imkoniyatlar mana shu oxirgi yillarda olib borilayotgan chora-tadbirlar natijasi bo'ldi deb hisoblaymiz. Albatta biz energiya audit bilan ishlab, bu ishlarni yana takomillashtirib boramiz. Bugun yana bizga 1 oy muddat berildi. Biz mana shu ilmiy tadqiqot institutlari bilan, shu sohaning olimlari bilan yana bu ishlarni chuqurroq o'rganib chiqamizda, biz mana shu yaqin yillarda butun suv xo'jaligi tizimidagi elektr energiyani tizimga yuk bo'lib emas, hatto ortiqcha elektr energiya ishlab chiqarishga erishamiz. Davlat xususiy sheriklik asosida biz Leman degan Germaniya va Shveysariya boshqa 3 davlatning qo'shma korxonasi bilan ishlayapmiz. Tez orada biz katta samaralarga erishamiz. Shular bo'yicha bugun topshiriqlar berildi. Energiya samaradorligini ta'minlash sohasida hurmatli prezidentimiz bergan topshiriqlarga muvofiq Qashqadaryo viloyatining 4 ta tumanida aholi xonadonlari va ijtimoiy soha obyektlarini energiya samarador qilish bo'yicha ishlar boshlandi. Buni albatta tahlil bilan boshladi. Bu yo'nalishda mana 208 mingga yaqin aholi xonadonlaridagi energiya iste'molini o'rganib chiqish. Bundan tashqari Qashqadaryo viloyatidagi 2600 dan ortiq ijtimoiy soha, davlat obyektlarini energiya iste'moli xarajatlarini o'rganib chiqdi.
bu yo'nalishdagi ishlarni davomiy va jadallik bilan amalga oshirishimiz lozim bo'ladi. Bu yo'nalishda aholi uylarini energiya samarador qilish, ya'ni quyosh panel qo'yish, isitish qozonlari bu yo'nalishga prezidentimizning farmonlari bilan alohida rag'batlantiruvchi mexanizmlar joriy qilingani bu ishlarimizni jadallashtirishga imkoniyat beradi. Bundan tashqari ijtimoiy soha obyektlari bo'yicha barcha yo'nalishda har bir ijtimoiy soha obyektlarida energiya audit o'tkazishi boshladi. Energiya audit dastlabki natijalar bizga ko'rsatyaptiki, har bir ijtimoiy soha obyektida energiya iste'molini 45-50% gacha kamaytirish imkoniyatini yaratib beryapti. Bu narsalardan kelib chiqib, hozir biz Qashqadaryo misolida tajriba sifatida olganimizni bir oydan keyin respublika bo'yicha bu ishlarni jadallik bilan amalga oshiramiz. Eng asosiy qaratadigan yo'nalishlarimizdan bu energiya samaradorlik Milliy agentligi jamg'armasi hisobidan aholiga quyosh paneli, issiqlik nasoslari va isitish qozonlariga kompensatsiyalar berish. Bugungi taqdimotda davlatimiz rahbari tomonidan ijtimoiy soha obyektlarida, aholi xonadonlarida energiya samaradorlikni ta'minlash, bu narsa bo'yicha aholini madaniyatini oshirish yo'nalishidagi ishlarni yanada jadallashtirish bo'yicha alohida topshiriqlar berildi. Biz umuman energiya sarfimizni 40% tashkil qiladigan bino inshootlar aholi xonadonlarida energiya samaradorlik madaniyatini tezroq joriy qilish bo'yicha ishlarni keng ko'lamda olib borishimiz topshiriq berildi. Davlatimiz rahbari huzurlarida barcha yirik energiya iste'molchilari ishtirokida yig'ilish bo'lib o'tdi. Ushbu yig'ilishda barcha korxonalar, tashkilotlar, davlat muassasalari bugungi kunda energiya iste'molini kamaytirish, iloji boricha tiklanuvchi energiyadan foydalanishni jadallashtirish bo'yicha topshiriqlarni oldik. O'zbekneftgaz misolida aytib beradigan bo'lsam, O'zbekneftgaz bugungi kunda 85 megavat elektr energiyani bir soatiga tashqi tarmoqlardan oladi. O'shalarni biz endi tiklanuvchan energiyadan foydalanish uchun bugungi kunda 29 megavat quyosh elektr energiya ishlab chiqarish quvvatlarini yaratganmiz. Endi bundan tashqari bizni korxonalarimizni shu barqaror ishlashi, ertaga avariyaviy to'xtalishlarni oldini olish bo'yicha qo'shimcha ravishda 95 megavat batareya sig'imlarini yaratish bo'yicha loyihalarimizni axborotini berdik. Davlatimiz rahbari tomonidan ushbu loyihalarni jadallashtirish bo'yicha topshiriqni oldik. Biz buni shu yetkazib beruvchilar bilan ishlab, oktyabr oyining yakunigacha O'zbekneftgaz tizimida qo'shimcha ravishda 95 megavat batareya sig'imlarini yaratish bo'yicha ishlarimizni olib boramiz. Bundan tashqari yirik bizda O'zbekneftgaz tizimida 33 mingga yaqin xodim ishlaydi. Ushbu xodimlarga davlatimiz rahbarining qarorlari asosida munosib sharoit yaratib berish, ya'ni har bitta xodim o'zini uyiga shu quyosh panellari, suv isitgichlari, quyosh suv isitgichlarini o'rnatish bo'yicha loyihamizni ham taqdimotini o'tkazdik. Ushbu loyiha bo'yicha demak O'zbekneftgaz tizimida biz alohida har bir xodim uchun 30 million so'mgacha bo'lgan qo'shimcha 3 yilda bo'lib to'lash sharti bilan foizsiz suvni ajratish qarorini qabul qilganmiz. Bunga hamma huquqiy asoslarimiz bor. Bu o'ylaymanki, bizni tizimda ishlayotgan xodimlarimiz namuna sifatida demak birinchilaridan bo'lib shu quyosh elektr energiya ishlab chiqarish tizimlarini o'rnatishga muvaffaq bo'ladi. Ushbu tizim orqali davlatimiz rahbari huzurida energiyadan muqobil foydalanish masalalariga bag'ishlangan yig'ilish bo'lib o'tdi. Ushbu yig'ilishda har bir yo'nalishga, har bir tarmoqqa alohida topshiriqlar belgilab berdilar. Shu jumladan bizning kompaniyamizni ham mana shu muqobil energiyaga moslashtirish, kelgusidagi rejalar, ya'ni aynan bu yilgi rejalarni belgilab, erishiladigan natijani birma-bir so'rab oldilar. Shundan kelib chiqib bizning kompaniyamiz ham kompressiya stansiyalarini muqobil energiyaga o'tkazish masalalari, bosqichma-bosqich bu yilgi rejalar va iqtisod qilinadigan manbalar bo'yicha alohida topshiriq berdilar. Uztransgaz kompaniyasida kompressiya stansiyalari orqali gaz tashish masalalari amalga oshiriladi. Bundan kelib chiqqan holatda mana tabiiy gaz iqtisod qilish maqsadida barcha kompressiya stansiyalarimizni bosqichma-bosqich elektr tizimiga o'tkazish masalasi ko'rib chiqildi. Ushbu elektr tizimiga o'tkazish, ya'ni elektrifikatsiya masalasini yakuniga yetkazgandan keyin bizda juda kerakli darajada iqtisodga erishamiz. Shu jumladan jami elektr energiyaning ulushini kamida 20% ga qisqartirish oldimizga reja qilib olganmiz.
hurmatli prezidentimiz boshchiligida o'tkazilgan yig'ilishda qayta tiklanuvchi elektr manbalari loyihalarni amalga oshirish holati bo'yicha qattiq tanqidiy yig'ilish o'tkazildi. Bugungi kunda Olmaliq kon metallurgiya kombinatini elektr iste'mol sarfi 3 milliard bo'ladigan bo'lsa, yangi quvvatlarni yaralishi evaziga 7 milliard 600 million kilovat soat iste'mol bo'ladi 2030-yilga borib. Mana shu iste'molni nima hisobidan yopiladi? Birinchi o'sha berilgan topshiriq tahliliy ma'lumotlar natijasida masalan 26-yilda necha foizi yashil energetika, ya'ni qayta tiklanuvchi manbalar hisobidan, energiya manbalari hisobidan qoplandi. Bu bo'yicha topshiriq berdilar. Albatta, keyin energiya samaradorlik, ya'ni o'shani oshirish bo'yicha topshiriqlar berdilar. Bugungi kunda kombinatimizda energiya audit o'tkazilib, 12 ta korxonalarimizda energiya audit tugallandi. Energiya audit natijasida yangilanadigan loyihalarimiz 198 milliard so'm kapital quymalarida talab qiladigan bo'lsa, bu o'zini 3 yilda to'liq qoplar ekan. Bugungi kunda Ohangaron hududida 150 megavatli quyosh panellaridan foydalanuvchi elektr stansiyasini qurish loyihasini va 75 megavatli elektr energiyasini saqlovchi loyihani amalga oshiryapmiz. Bu loyihani amalga oshirish bo'yicha topshiriq berdilar. Albatta, buni tezlashtirish bo'yicha choralarni ko'rib chiqamiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev bugun shuningdek transport logistika yo'nalishlarini diversifikatsiya qilish, eksportchi korxonalarni qo'llab-quvvatlash masalalari bo'yicha yig'ilish o'tkazdi. Unda mamlakatimizga yaqin mintaqalarda ro'y berayotgan voqealarni inobatga olib, bu borada ham proaktiv ishlashga o'tib, tashqi savdo, investitsiya, transport sohalarida kechiktirib bo'lmaydigan choralar ko'rish zarurligi qayd etildi. Mazkur yig'ilishda ko'rilgan masalalar haqida keyingi dasturlarimizda atroflicha ma'lumot beramiz.